Hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari, havaskor bog'bonchilikda payvandlash usullari anchagina sanab ko'rsak, uni bir 10 tachaga borishi mumkin. Biz hozir sizga bir eksperimental holatda payvandlashni yana bir usulini ko'rsatamiz. Bu usuli nima usulga iskana payvandga o'xshab ketadi-yu, lekin keyinchalik payvand ustimiz tutib rivoj bo'lib ketgandan keyin biz yuqori tomonini kesib tashab turib, o'sha payvandlangan joyni tutashib, mana shu payvand ustiga birikib ketishini bu mana bunaqa qilib turib alohida iskana payvand qilganga nisbatan bunda bu hozirgi qilmoqchi bo'lgan payvandlashimizda osonroq kechishi mumkin ekan. Agar video zo'r chiqsa like bosinglar. Albatta ko'kargan holatli obzorlarni ham qo'yamiz. Bizni tanigan barcha obunachilarimizga, xorijdan kuzatayotganlarga ham, hammasiga, O'zbekistondagi barcha do'stlarimizga, bizni tanigan barcha obunachilarimizga, hammasiga alangali salom. Doimo sog' salomat bo'linglar. Marhamat, videolarimizni boshladik.